Assalomu alaykum motoblog ishqibozlari. Bugun 15 va 17 ot kuchli motobloglarga moslangan, ko'pchilik klientlarimiz tomonidan so'ralgan, bog'lar uchun eng qulay turda yasalgan dori sechadigan apparatlarimizni to'liq obzorini qilib ko'rsatib beramiz sizlarga. Oldimizda 17 ot kuchli Aeroburst motoblogi, oldilariga mana prati va ves yuklash uchun ham moslangan bo'ladi. Sababki orqada yuk og'irlashgan sari oldini tortish ehtimoli kamayadi. Shuning uchun yuk bo'lsa, motoblogning ustiga yuk mindirilgan holatda motoblogni tortishi osonlashadi. O'shaning uchun xuddi shu prati va veslar qilinadi. Orqasiga 1 tonnagacha yuk ko'tarish uchun mo'ljallangan aravalar ilib qo'yganmiz. Aravalarimiz tormozli bilan jihozlangan bo'ladi. Undan tashqari dishlari ham aynaladi. Dishlarini aynaladigan qilishimiz asosiy sabablardan biri motoblogimiz ariqlarga tushganda balansni ushlash uchun, motoblogda o'zi o'ynaydi, orqasi o'ynaydi, shu balansni ushlab berish uchun bo'ladi. Orqasiga 500 litrdan boshlab 800 litrgacha bemalol bochkalarda moslab, orqasiga dori sechadiganlar moslab foydalansangiz bo'ladi. Ko'rib turishlaringiz mumkin. Undan tashqari bu dori sechadiganimiz ikkita nasatkadan iborat bo'ladi. Masalan, uzumlar yoki bir parlatib sepadigan daraxtlar bo'lsa, dorilarni bemalol parlatib sepib foydalansangiz bo'ladi va balandroq, uzoqroq masofaga bo'lsa, alohida o'zini pistolet nasatkalari bor. Xuddi shundan foydalansangiz bo'ladi. Undan tashqari bu da ikkita chiqish bor. Suvda ikkita chiqishi bo'ladi. Bemalol 15 metrdan 30 metr ikkita tomonga shlangini chiqarib dori setsalaring bo'ladi. Undan tashqari yoki ikkita 30 metrdanmi 50 metr quvasalaring ham bemalol bu dori sechadiganimizni quvvati yetadi. Ko'rishlaring mumkin. Aravaga xuddi shu holatda ustanovka qilib beramiz. Bu o'zini shlanglari o'ta bir quyoshga chidamsiz bo'lganligi sababli biz polietilen turbalardan pishiqroq bo'lishini mana ko'ryapsizlar, akkuratni qilib ishlab qo'yilgan bo'ladi. Bemalol yechasiz, amerikankalari bor, yechib turib dori sechib bo'lganingizdan keyin aravasida bemalol yuk tashsangiz ham bo'ladi. Mana ichlari ham o'ta akkuratni qilib yig'ilgan bo'ladi, filtrlari qo'yilgan bo'ladi. Bu tomonda esa obratni shlanglar. Hozir buni ikkala nasatkasida ham ishlashini ko'rsatib beramiz. Dori sechadiganimiz zavodnoy orqali yurgiziladi. Ko'rishlaring mumkin, yurdi. Endi buni dori sechish jarayonlarini ham hozir to'liq ko'rib chiqamiz. Mana hozir bizga ko'rsatib beradi. Birinchi pistolet nasatkasida qanday davleniya va balandlikka otishini ko'ramiz. Ko'rib turibsizlar, mana 5 metrlik so'rtogimizga bemalol davleniyasini par qilib beryapti. Davleniyalari bilan xohlaganlar mana bu joyda o'zini ligirovka qismlari bo'ladi. Ligirovkasini qilib bundan ham davleniyasini ko'tarib foydalansalaring bo'ladi. Mana oralig'imiz 10 metrdan oshiq bo'lgan oraliqqa ham bemalol davleniya bilan yetkazib berilyapti. Nasatkamiz o'zida bu tomonida ham o'zini ligirovkalari bor. Bemalol parli, uzoqqa davleniyali qilib sachsalaring bo'ladi. Bu par holatda sepishi. Endi hozir sizlarga ikkinchi nasatkamizni ham ulab ko'rsatamiz. Uni ham oborotlari, qanday sechishlarini to'liq videoda ko'rsatib o'tamiz hozir. Bu nasatkamizni qulayligi uchida ventilyatorlari bor. Bu bosim orqali ishlaydi. Mana ko'rib turibsizlar. Dori sechganda parlatib uzoqqa sechib berish vazifasini bajaradi. Mana aynaladi. Aynalib turib ventilyator orqali par qilib sechib beradi. Bo'ldi, mana.
Bu degani doringizni ham ekonom qiladi, ham to'liq yetib borishini vazifasini bajarib beradi bu apparatimiz. Ko'pchilik bog'bonlarimiz uzun bog'larga xuddi shu apparatdan bemalol foydalanib dori sechadi yoki yerga, qulpinoylarga, har qanday turdagi dehqonchilik ekinlariga foydalansalaring bo'ladi. Ko'rib turganlaringdek bu apparatimiz ishlash jarayonlari o'ta zo'r. Ikki xil nasatkalar bo'ladi. Apparatimiz o'zi soatiga 700 gram yoqilg'i sarf qiladi. Bundan tashqari bemalol 1 litr bilan 400 litrgacha bo'lgan suvlarni sechib bog'larda ishlatsalaring bo'ladi. Kimga xuddi shu turdagi apparatlar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarni qoldiramiz, aloqaga chiqib bemalol bog'lanishlaring mumkin. Menga 7 ot kuchli motoblogim bor, xuddi 7 ot kuchliga ham shunaqa qilib ustanovka qilsa bo'ladimi deganlar uchun bu tomonda mana turli xil aravalarimiz bor. 7 dan 17 gacha bo'lgan motobloglar uchun maxsus yasalgan, o'ta baquvvat va tormozlar bilan jihozlangan bo'ladi. Sizlar har qanday aravani tanlasalaring, xuddi o'sha aravalarga ustanovka qilib, to'g'rilab joylab beramiz. Ekranda yana qanday sizlarga ma'lumotlar kerak bo'lsa motobloglar to'g'risida kommentariyaga izohlarda qoldirishlaring mumkin. Biz esa yangi videolarda to'liq javob berib o'tamiz. Joninglar sog' bo'lsin.